holatlar ko'payadi. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu o'rnidan tura olmaydi. Mana xudo xolasa bugun tovuqlarimiz 45 kunlik bo'ldi. Bugun so'yimga chiqaradigan kunimiz. Hozir 1-2 soatdan keyin tovuqlarimiz so'yimga chiqib ketadi. Biz alimizda mana 11.000 dona tovuqlarimiz qolgan. 4.000 tasini, 3.5 mingtasini grillga chiqarib berdik. Hozir biz alimizda padoyning foizi 4.5% bo'lgan. Jo'jalarda o'lim foizi 4.5% tashkil qilyapti. Mana jo'jalar kattaygan sari shunaqa holatlar ko'payadi. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu o'rnidan tura olmaydi mana. Buni xohlasa ham o'zi tura olmaydi. 1 soat, 2 soatda jo'ja o'lib qoladi. Buni aylanib yurib jo'ja kattayganda o'rnidan turgizib qo'yish kerak mana. O'rnidan turgizib qo'ysa o'ziga kelib ketadi. Xudo xolasa. Har doim mana tovuqlarni so'yimga chiqarishdan oldin o'zimiz uchun jivoy vesini bilib olamiz, sredniy vesini. Zal bo'ylab 200 dona jo'jani tortamiz. 200 dona jo'jani tortib, sredniy vesini bilib olamiz. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bundan qiziq va foydali layfhaklarni, videolarni qo'yib boramiz, xudo xolasa. Olti makon to'rtta xorozimiz salkam 35 kiloga aylanyapti. Jivoy vesi shunda 3,5 kilo tashkil qilyapti.